Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'imiz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizga olib keldik, Andijon viloyati marhamatga olib kelib o'rnatdim mana. Bu yerimizda 3 ta eshik, 3 ta rom qilib berganmiz, bitta F bilan mana. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. 2 qanotli rom. Bu yerimizda 92-30 ta eshik mana, Xudo xolasa. Hamma yo'g'i ideal darajada bo'lgan. Zambollar ham o'ta zo'r. High-tech fasondan 18 deydi. Aynalar ham germetiklangan. Ko'rmaydigan gulli aynalar, kesaklar presslangan. Mana shular Xudo xolasa mana chiroyli qilib mana xabar Xudo xolasa chiroyli qilib. Hamma yo'g'i ideal darajada bo'lgan. Bu 3 qanotli romimiz. Bu yerda ham mana 3 qanotli eshigimiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Xudo xolasa. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, eshiklar xohlagan ranglarda qilib beraveramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Oddiy bo'lib oborib o'rnatib beramiz. Nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Telefon qila olasizlar, aloqa chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib, Xudo xolasa chiroyli qilib oborib o'rnatib beramiz. Mana shu bola shagird bola billar qilib beradi, Xudo xolasa chiroyli qilib. Ko'ryapsizlar ishlar, Xudo xolasa. Bitta kanalimiz yangi bo'lsalar, bitta podpiska, bitta like qilinglar, kanalimiz rivoji uchun. Birinchi bo'lib ko'rishga shular bo'lasizlar. Hammalarga rahmat, ishlarga omad.